Assalomu alaykum. Men Nigora Tursunova, doktor Deniz Go'kalbni O'zbekistondagi koordinatori bo'laman. Bugun ko'plab o'zbek oilalari Turkiyaga farzandli bo'lish orzusida tashrif buyurishmoqda. Nega aynan Turkiya? Chunki Turkiyada reproduktiv tibbiyot eng ilg'or texnologiyalar asosida rivojlangan markazlardan biri hisoblanadi. 20 yildan ortiq tajribaga ega akusher-ginekolog, reproduktolog, xirurg doktor Deniz Go'kalb va uning jamoasi o'zbek oilalarimizga mana ko'plab yildirki sidqi dildan xizmat qilib kelmoqdalar va minglab oilalarni farzandli bo'lishlarida sababchi bo'lishmoqda. Doktor Deniz Go'kalb nafaqat shifokor, balki jonkuyar ayol sifatida ham o'zbek oilalarimizda juda ham tanilgan hisoblanadilar. Chunki ayol kishi sifatida ayollarni, ya'ni ichki hissiyotlarini, ularni psixologik holatlarini ham yordam berishda, boshqarishda o'z xizmatlarini ko'rsatib kelmoqdalar. Doktor Deniz Go'kalb klinikasida kelgan oilalarimizga faqat xizmat ko'rsatish emas, nafaqat ularni farzandli bo'lishlariga sababchi bo'lish, balki ularni keyingi holatlari, ya'ni farzandlarini qanday o'sayotganligi va ularni holatlaridan kelib chiqib ham asosiy maslahatlarini beradilar. Ushbu klinikani yana bir afzalliklaridan bu klinikaga tashrif buyurganingizda sizda hech qanday til muammosi bo'lmaydi. Klinikamizda rus va o'zbek tillarida bemalol gaplasha oladigan tarjimonlar ham mavjuddir. Hammamizga ma'lumki, o'zbek oilalarimiz ko'p yillar farzandsizlikda sinalayotganlarida psixologik holatlar ham juda qiynab keladi. Siz Turkiyaga kelib eko qildirganingizda nafaqat farzandli bo'lasiz, balki yana sayohat ham qilasiz. Biroz o'zbek har xil gap so'zlaridan uzoqroqda bo'lasiz. Mazza qilib dunyo ko'rib o'z sayohatingizni ham, ya'ni ikkisini birda bajarishga muvaffaq bo'lasiz deb ayta olaman. Ko'plab savollar kelib tushadi. Turkiyaga borishda qiynalmaymizmi? Bizni kim kutib oladi va qanday joylashamiz deb. Hozirgi kunda buni ham yechimi bor, hech qanday muammo yo'q. Chunki shu yilgacha kelgan minglab oilalarga biz o'z yordamlarimizni taklif etib kelmoqdamiz. Birinchilardan bo'lib oilalarni aeroportdan kutib olish, mehmonxonaga yoki uylarga joylashtirish, ularga bundan tashqari yana boshqa sayohat turlarini ham uyushtirish bizning zimmamizdadir.